qaysi nima yoshroqdan lekin nega bizni hozirgi yoshlarimizda ham, ayniqsa yigitlarimizda ham shunaqa fikr bor, shunaqa fikrga o'rganib qolishgan. Nega degan savol tug'iladi-da. Aslida o'zi hamma qaynonalarga qo'l oyog'i chaqqon, shirin so'z, shu nimadir vazifani bersangiz chiroyli qilib bajaradigan qizlar yoqadi. Lekin baribir qizlarimiz, o'sha ayollarimiz o'g'illariga yosh qizlarni kelin qilishni xohlashadi. To'g'ri, qaysidir ma'noda o'sha kelin qiladigan tomonimiz o'zida imkoniyati bordir. O'sha kelinni kelin qilganlardan keyin unga o'qitishga imkoniyat topib berar, sharoitini yaratib berishi bu mayli, u ham yaxshidir. Lekin ayrim vaqtlarda o'sha ajrimlarga, qanaqadir kelishmovchilikka sabab bo'ladigan sabablardan biri mana shu turmushga chiqqandan keyin qo'lidan oilaviy ro'zg'or ishlari bajara olmagandan keyin qaynonalardan tomonidan o'g'ilga ko'proq e'tiroz bo'laverganidan keyin o'rtada kelin va o'g'il o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqadi. Buni bilamiz. Buni biz bilib tursak ham baribir mana shu narsa, shu savol meni qiynaydi-da. Hozir davramizga qaynonalarimizni taklif qilganmiz. Ular ikkitadan kelin olganlar. Hozir Malohat xonga so'z beramiz. Malohat, siz hozirgi fikrlaringizga qanaqa qaraysiz? Sizga yosh kelin qizlar yoqadimi yosh yoki hali yuqorida aytganimdek mayli yoshi kattaroq bo'lsa-da uyda ro'zg'or ishlariga chaqqon bo'lgan kelin yoqadimi? Siz qaysi birovni kelin qilgan bo'lar edingiz? Marhamat, so'z sizga. Sizning nima gapingizdan kelib chiqib shunday xulosaga keldimki, masalan kamida 19-20 yoshdan kelin qilgan yaxshiroq. Masalan ba'zi bir qaynonalar borki, ular masalan 20 dan oshgandan keyin qiz bola ham dunyo qarashi o'zgaradi. Masalan gap qaytarishim shu tarafda inobatga olib qaynonalar yosh qiz olishni xohlaydi. Bu o'zimning nimamga kirgizib olaman degan maqsadda. Lekin u narsa noto'g'ri. O'zim yo'limga. Ha, o'zimning yo'limga u yosh bo'ladi. Men nima desam aytganim. Yosh kattalik turgandan keyin o'qishlarni tugatganda uning dunyo qarashi o'zgaradi qizlarning. Fikrlash o'zining mustaqil fikriga ega bo'ladi. Bu narsa qaynonalarga yoqmaydi. Lekin men u narsaga qo'shilmayman. Ana shu ro'zg'orda ham, bola tarbiyasida ham hammasida ham shu 19-20 yosh ma'qul deb o'ylayman. Rahmat. Marhamat, Butayeva Habibaxonga so'z beramiz. Habibaxon, sizga savol shunday. Sizga kelin tomonidan ko'rsatilgan qizimiz 4-kursda o'qishadi. Hamma nima deydi? Hamma sharoitlari bor. O'zi o'ylagan ilmga ega, masalan. Siz xohlayapsiz, lekin o'g'lingiz xohlamayapsiz. Qanaqa yo'l tutgan bo'lar edingiz? Sizga yoqadi o'sha bo'lajak keliningizni nima deydi? Uyda ro'zg'or tutishlarini ham, umuman uni oilasi ham sizga yoqdi, lekin siz o'g'lingizga o'sha qiz yoqmayroq turibdi. Nega menga undan ko'raroq yoshrog'iga uylanmoqchiman, balkim yoshrog'ini menga yoqadi degan bir o'zida shunaqa bir fikr bo'lgan payti bor o'g'lingizda. Siz o'sha vaziyatda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Men o'g'limni uylantirishda tavsiya qildim. Ana shunday qilib yoshi kattaroq, institutda ishlayotganlarni. Lekin siz aytgandek, yo'q, ulardan yashaydigan o'g'il ekan, o'sha o'g'ilni ko'ngliga qarab, ular bilan gaplashib ko'rgan, ularga ma'qul bo'lish tarafi bir-birini tushunsa, ular yashaydigan bo'lsa, qaynonalar biza o'g'il bilan kelinni o'rtasida tinchlik bo'lib, yaxshi yashashni xohlar, ro'zg'origa aralasholmaymiz, qaynona bo'lgan taqdirda. O'g'ilni ko'ngliga yoqqani, ular keyinchalik davom etib ketadigan hayotiga yo'l bo'ladi. To'g'ri. Rahmat. U kelin tanlashda qaynonaning fikri ham qisman bo'ladi, lekin ko'proq o'g'ilni fikri bo'lgani yaxshi. Ikkala yoshda anaqa. Bir-biriga ma'qul bo'lishga, ular birga yashaydi. Birga yashaydi. Qaynona kelin bilan o'g'il o'rtasida ko'prik bo'lishi kerak. O'g'ilnikini ham yaxshisini ko'tarish kerak, kelinning aybini yopish kerak. Ana shunday bo'lsa, ular yaxshi yashab ketadi. Yoshi kattami, ular dunyo qarashiga, oilasiga olgan tarbiyasiga. Yosh kelinlar ham joyiga kelsa, ana yoshi kattalardan ko'ra bosiqroq bo'ladi, ko'p narsani tushunardi, oilaviy muhitiga bo'ladi. Uyda ota-onaning tarbiyasiga bog'liq kelinlar. To'g'ri.
to'g'ri, qaynona har tomonlama kelinni yaxshisini oshirib, yomonni yashirib nima deydi borsa, tinchlik ham ko'proq tinchlik bo'ladi va bundan tashqari hali aytib o'tganimdek, mana shu yoshlarimizga pasti hayotni pasti balandlarini men o'ylayman qaynona ko'proq tushuntirib borsa, to'g'rimi? Qaynona ko'proq tushuntirib borgan paytida kelin xo'p deb turganda oilamiz, ro'zg'orimiz tinch bo'ladi. Shuning bilan bugungi ma'naviyat soatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi ma'naviyat soatda uchrashgunimizcha xayr, sog' bo'linglar. Rahmat.